Turmushga chiqmaganman deysiz, a? Lekin biz homiladorsiz-ku. 6 hafta 2 kunlik 8-oktyabrga tug'amiz. Hop, to'xtang, men uni qanaqa yo'qsa bo'ladi. Men Hop, otib tashlayman yuzaklarini. Zino degan illatni kamaytirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Yechim nimada? Bu uchun jamiyat o'zini bir jasaddek his qilish kerak. Mana shunda zino kamayadi. Bu qiz begona qiz, narigi mahalladan shekilli, tanimayman demasdan, bu meni dindagi singlim opam yoki birodarimning omonati deb qarashimiz kerak. Oldin bilsanglar, har bitta mahallada rujulatli bir mujik okalar bo'lardi. Begona kishi mahallaga kelib qolsa, savol-javoblar boshlanardi. Nimaga kelding? Senga kim kerak deb turib. Ayni qaysidir qiz bilan yigitni ko'rib qolishsa, kimsan, bu bizning singlimiz bo'ladi, buyoqgacha deb turib gaplashib qo'yishardi. Jamiyatimizdan shunaqangi bir butunlik, birlik sekin yo'qola boshlagandan keyin zino qilishlik ko'payib ketdi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan zino qilishga ruxsat so'rab kelganda aytdilarki, boshqa odam onang bilan shu ishni qilsa rozi bo'lasanmi dedilar. Shunda haligi odam yo'q deb javob berdi. Odamlar ham rozi bo'lmaydi bunaqangi ishga deb turib Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob qaytardilar. Subhanalloh. Nafs shunaqangi narsaki, qachonki harom ish o'zini foydasiga bo'lsa, uni yomonligidan ko'r bo'ladi. Masalul mu'minina ka jasadil wahid. Albatta mo'minlar bir jasad kabi. Birovni singlisi, opasi degan narsa yo'q. U muslimami? Demak, u meni opam yoki bo'lmasam singlim hisoblanadi.